Xayrli kun hammaga. Va'da berilgandek, bugungi chatimiz mavzusi karmaga chap berish. Bu nima degani? O'zi umuman bu hech qanaqa falsafiy yoki diniy atama emas. U ko'proq internetda, qaysidir muhitlarda, ezoterikada ishlatiladi. Va albatta, holatga qarab o'zgariladi. Chunki eski odatlar, salbiy ssenariylarni buzish uchishni anglatadi, eslab qolinglar. Ya'ni hayotimizda qayta-qayta takrorlanaveradigan muammolarni anglab, boshqacha qaror qabul qilishni anglatadi. Taqdirni ongli tanlov qilib o'zgartirish bilan, misol uchun, avval jahl bilan javob bergan bo'lsangiz, bu safar tinch, sog', xotirjamlikni tanladingiz. Ha? Э, Va albatta sabab-oqibat zanjirini ham uzish kerak. Agar inson doimo bir xil xatoni qilaversa, natija ham bir xil bo'ladi, unutmanglar. Yangi yo'l tanlash kerakki, o'sha karmaga chap berish, mana mana shu mavzu ishlab ketsin, ibora ishlab ketsin. Ezoterikada buni ongimizni yuksaltirish, kengaytirish, kuchaytirish, ko'tarish, kechirishlarni o'rganish, qo'rquvlardan xalos bo'lish, o'sha negativ salbiy energiyani plyusga, ijobiyga aylantirish bilan bog'lanadi, eslab qolinglar. Ezoterika yomon emas, yaxshi, albatta yaxshi ma'noda qarab uni ishlatsangiz. Lekin ba'zi diniy ta'limot, misol eskisida degan bo'lsak, buddizmlar, hinduizmlar ular karmaga taqaladi. Insonni amallari, oqibatlari ta'limot deb qaraydilar. Ya'ni uni aldash yoki chap berish emas, eslab qoling. Yaxshi amallar, ongli hayot kechirish, axloq tanlovlar orqali o'sha kelajak natijalarga ta'sir qilishi mumkin deb qarashadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, karmaga chap berish ko'proq o'zi bo'lib, lekin inson o'zini negativdan salbiy hayot ssenariysini anglaganda, chunki aytaman, bu kechada negativ salbiy ssenariysini anglab, yaxshi tomonga o'zgartirish degan ma'no anglatiladi. O'sha lekin qisqa aytadigan bo'lsak, karma bu sanskrit tilida amal, harakat, insonlar degan o'shani o'sha mukofot haqida qonunlardan sabab va oqibat qonuni qaraydigan bo'lsak, har bir amalni natijasi bo'ladi. Qisqa lo'nda eslab qolinglar. Yaratish qonuniga ko'ra esa hayotda faqat kuzatuvchi emas, balki ishtirokchi ham bo'lamiz. Kamtarlik qonuni esa haqiqatni tan olish, o'zgarishi birinchi qadam deb hisoblanadi. O'sish qonuni ham bor. Bu joyda avvalo inson o'zi o'zgarsa, atrof boshqacha qabul qila boshlaydi. Mas'uliyat qonunida esa har doim hamma narsa bizning nazoratimizda emas, lekin o'z tanlovlarimiz uchun biz mas'ulmiz, javobgarmiz, unutmanglar. Bog'liqlik qonunida esa har bir qaror keyingi voqealarga ta'sir qilishi mumkin. Hozirgi holatda mana shu. Keyingisi lahza qonuni, ya'ni hozirgi lahza qonunida esa o'tmishga yopishib olish yoki kelajakdan haddan tashqari xavotirlanish, vahima, qo'rquvlar hozirgi imkoniyatlarni cheklab beradi
bergan. Berish va saxovat, berish olish qonunida esa, saxiylik qonunida boshqalarga yordam berish ko'pincha ijobiy munosabatlarni mustahkamlaydi. Ko'rasiz, ko'proq berishni xohlayman. Beraman, beraman, beraman. Albatta, o'zimda, oila a'zolarimda, yaqin hammasi zo'r bo'lib ketadi. Shuning uchun berish, olish, ya'ni saxiylik qonunini unutmanglar. Boshqalarga yordam berish ko'pincha saxiylik bilan berasiz. Farqi yo'q. Pulda berasizmi, bunaqa darsda berasizmi, qanaqadir yordam berish sizga o'sha pozitiv energiyani, ijobiy munosabatlarni mustahkamlab, albatta hayotingizga o'zgartirib olib kelib beradi. O'zgarish qonunida esa bir xil xatolar takrorlansa, natijalar ham u ko'pincha o'xshash bo'ladi. Sabr qonunida esa katta natija ko'pincha vaqtni, qaysidir harakatni talab qiladi, ozgina sabr qilishni. Ilhom qonunida esa niyat, mehnat birga samarali bo'ladi. Ya'ni, ilhom qonunida yaxshi niyatlar qilasiz, maqsadlar qo'yasiz va albatta unga qarab harakat qilasiz. Mehnatingiz zo'r natija beradi degani. Ahamiyat qonuni ham ishlaydi. O'sha kichkina amallar ham umumiy hayotga hissa qo'shadi. Umuman karma bilan taqdir farqini qaraydigan bo'lsak, karma taqdir amallar, ularni qanaqadir ehtimol oqibatlari haqida va albatta hayotdagi oldindan yoki belgilab qo'yilgan, unga qaratilgan yo'l, g'oya sifatida qaraladi va albatta insonni tanlovlari muhim, judayam muhim aytaman. Tanlov qilinglar, qaror qabul qilinglar. U sizni hayotingizda muhim, asosiy o'rin tutadi. Turlicha dinlar ko'p bilasiz, turli dinlarda, har xil falsafalarda har xil qarashlar bor. O'zgarishga harakat qilish mumkin. Bilasiz, bu dinimizda ham bor va albatta o'shanga qarab o'zgarmasligingiz ham o'zingizga bog'liq. O'sha karmadan qutulishingizga, karmadan chap berishingizga. Karmani tozalash mumkin. Albatta turli an'analarda, dinlarda va turli ilmda turlicha javob beradi. Lekin umumiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, xatolarni tan olish, man shunaqa yomonman, man shunaqa yomon odatim bor, man shunaqa xarakterim bor, tan oling. Misol uchun-da, man misol uchun ozg'inman yoki man semizman, man uyquchiman, man dangasaman. Ya'ni xatolarni tan olish nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchisi hisoblanadi. Keyingisi o'sha zarar yetkazilgan bo'lsa, imkoni boricha uni qoplash. Eslab qoling. Zararni yopish, o'sha joyda chiroyli holatda hammasini hal qilish degani. Kechirishni o'rganish. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi o'zimizni tan oldik va kechirdik. Muqaddasxon, sen молодецsan. Shu paytgacha o'zingni perfeksionist deb o'ylagandirsan. Shu paytgacha misol uchun aytyapman-da. Misol uchun shu paytgacha misol aytyapman, dangasalik qilgandirsan. Misol uchun o'zingni xunuk deb o'ylagandirsan. Ya'ni kechiring. Muqaddasxon, sen kechirma. Mani kechir. Pushayman, ostaman, minnatdorman. Sen zo'rsan, sen eplisan, sen udalisan. Ko'rdingiz-a? Ya'ni kechirishni o'rganamiz va albatta yaxshi amallarni ko'paytirib boraverasiz va albatta ongli va albatta halol hayot kechirish mana shu eng zo'r karmaga chap berish hisoblanadi. Umuman insoniy kelajakdagi qarorlari, tanlovlari hayotini sifatiga ijobiy ta'sir qiladi. Eslab qolinglar. Karma bu insonni qo'rqitish uchun emas, eslab qolinglar. Harakatlarimizning oqibatlarini borligini eslatuvchi tushuncha va albatta har bitta onamiz yangi tanlovlar qilish imkoni deyilgan. Eslab qolinglar, bugungi ongli, yaxshi niyatlar bilan qarorlar, tanlovlar qildingiz, ertangi keladigan hayotingizga zo'r ta'sir qiladi. Eslab qolinglar. Karmani zo'r 4 ta asosiy turi bor. Misol uchun, o'tmishda qilingan amallarni to'plangan qaysidir zaxirasi deb nomlangan g'oya, keyingisi esa mana shu ayni paytda hayotda namoyon bo'layotgan qaysidir oqibatlar deb talqin qilinadi. Misol uchun, tug'ilishimiz sharoitida hayotga uchraydigan ayrim qaysidir yaxshi emas vaziyatlar, детский travmalar, ota-onani karmasini yashab o'tyapsiz va hokazo. Undan keyingisi bu hozirgi paytda qilayotgan amallarimiz, eslab qolinglar. Bu uchinchisi kiradi, kelajakdagi o'sha natijalarga, tanlovlarimizga juda ham mo'shni ta'sir qiladi. Shuning uchun karmaga chap berib
yashashimiz kerak. Hozir zapis tashlab beraman, qayta-qayta eshitinglar, hayotinglar o'zgaradi va albatta hozirgi qarorlarimiz kelajak uchun shakllanayotgan oqibatlar hisoblanadi. Ya'ni ilmiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, karma e, ya'ni diniy falsafiy ta'limotlarga ko'ra ruhiy tajribada ongda misol uchun qayta tug'ilish zanjiri bilan bog'liq tushuncha sifatida izohlanadi va albatta e'tiqodimiz masalasida bu kerak bo'lsa balki kerak emasdir, lekin ilmiy isbotlangan fakt. Ya'ni ba'zi yaxshi insonlar nima uchun qiyinchilik ko'radi? Bu joyga judayam turlicha qarash mumkin, nazar qilish mumkin. Misol uchun o'sha hinduizm, o'sha buddizm dinlarida qaraydigan bo'lsak, hayotdagi azob uqubati sabablari ko'pligidan ular faqat karma bilan tushuntirishib bo'lmaydi deyishadi va albatta ba'zi amallar bilan bog'lashadi, lekin psixologiyada esa man aytardim, hayotda tasodif bilan, qaysidir muhit, sharoit, vaziyat bilan tarbiya bilan, albatta insonni xarakteri bilan, insonni qarorlari judayam katta ahamiyatga ega deb qarayman, o'ylayman va albatta karmaga chap berish mumkin, berish shart va albatta hayotingizni o'zgartiring. Yaxshi amallar bilan xayrli bo'lib, avvalambor o'zingizni hayotingizni o'zgartiring, atrofdagilar o'zgaradi. Siz o'zingizni nazaringiz, fikringiz ongingizga bog'liq. Karmani yengillashtirish mumkin, ya'ni rostgo'y bo'lish, kechirimli bo'lish, kechirishni o'rganish, yaxshi ishlar qilish, minnatdorchilik hissini rivojlantirib borish, o'zimizni xatolarimizni saboq olish, albatta har kuni o'zimizni kechagi versiyamizdan bugungi versiyamiz yaxshiroq inson bo'lishga intilishimiz, unutmanglar. Ya'ni ba'zida shunaqa hikmat borki, bitta donishmanddan so'rashadi-da, karmani o'zgartirish mumkinmi deb so'raganda o'sha donishmanddan u javob beradiki, kechagi ishingni, amalingni o'zgartira olmaysan, lekin bugungi qaroring, bugungi tanloving ertangi yo'lingni, hayotingni o'zgartirishi mumkin deb javob bergan ekan. Bu fikr karma haqidagi mana shu ko'p ilmi, e, umumiy mazmuniga yaqin bo'lib, inson o'tmishini emas, bugungi munosabati bilan ishini, amallarini, hayotini tanlov qiladi. Shuning uchun hammasi o'zimizga bog'liq. Turlicha dinlarda ilmda, falsafada turlicha talqin qilinadi. O'sha aytganimdek, karmik tugun degan ibora ham bor. Bu ya'ni inson hayotida qayta takrorlanaveradigan darslar, muammo nazarda tutiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsam, doimo bir xil turdagi munosabatlar duch kelishimiz, qayta kelyapti, pulsizlik, qayta qaysidir misol uchun oyog'ingiz og'riyapti, misol uchun gemoroy yoki davlение misol aytyapman, yoki bir xil moliyaviy qiyinchiliklar, qaysidir qo'rquvlaringiz, vahimalaringiz yoki qanaqadir nizolar qayta kelib chiqyapti, er-xotin munosabati, qaynota-kelin, ona-bola munosabati va hokazo. Ko'ryapsiz, karmический tugun hisoblanadi. Ya'ni inson mana shu holatlardan saboq olmaguncha, anglab tushunib, ularni yana qayta takrorlanaveradi. Eslab qolinglar, psixologik tilda gapiradigan bo'lsak, nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, mana shu takrorlanishlar bolalikda shakllangan qaysidir qoliplarda, fikrlash qolipida yashagan bo'lishimiz mumkin, odatlarimizda, munosabatlar mana shu uslublardan kelib chiqadi deb izohlash mumkin. Va albatta karmik munosabatlarda, misol uchun ezoterika tilda gapiradigan bo'lsak, insonlar o'sha uchrashuvlar bilan karmik hisoblanadi. Misol uchun, er-xotin keldi. Nima uchun bu dunyoga hozir keldi, bir-biri bilan chiqishmayapti yoki kasal, yoki bittasi o'ta yaxshi itoatkor, bittasi o'ta narsist, egoist va hokazo. Ko'rasiz, bir-biriga beradigan nimasi bor, ishlaydigan vaziyat, jarayonlar bor. Karmiklar deyiladi ular. Ularni ehtimoliy belgilar sifatida shunaqa deyishimiz mumkin. Birinchi uchrashuvda ular kuchli tortiladi bir-biriga, ruhini tortildi deyiladi ezoterik ma'lumotlarda va albatta munosabatlarda kuchli his-tuyg'ular bo'ladi. Tez kelishmovchiliklar yoki tez yarashishlar bo'lib ketadi. Bir-biridan qanaqadir oladigan muhim hayotiy saboqlari mana shu karmik tugunlarni, karmik insonlar bir-biriga tortilish deyiladi. Ya'ni bu amalda butun mana shu munosabatlar psixologiyada ham shaxsiy chegaralarni yoki bog'lanish usullarini, hayot tajribasi ham tushuntiriladi. Umuman reinkarnatsiya va karma nima degani? Bu hinduizmda, buddizmda yoki qaysidir diniy
ta'limotlarda maktabda aytiladiki, ruh qayta tug'ilishi mumkin degan e'tiqod mavjud va albatta karma mana shu jarayonga ta'sir qiladigan omil sifatida qaraladi va ezoterikada ham bu kuchli yoritilgan, eslab qolinglar. Xullas, albatta aytganimdek, ezoterika zo'r kurslarim bor. Ustoz shogird kurslarini ham hozir olib boryapmiz. Qatnashinglar, hayotingiz o'zgarsin. Lekin albatta barcha dinlar har xil fikrda, nazarda bo'ladi. Hammani o'zini fikri bor. Buni rad etmaymiz. Unga hurmat bilan qaraymiz albatta. Va albatta karmik darslar bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha ezoterik qaraydigan bo'lsak, inson hayotida judayam turli darslardan, tajribaviy imtihon sinovlaridan o'tadi. Bu ham bir-biriga bog'liq. Misol uchun kechirishni o'rganish, sabrlik, halollik, mehr-shafqat, mehr-oqibat, mehr-muhabbat, mas'uliyat, burch, o'zini hurmat qilish. Chunki siz o'zingizni hurmat qilmas ekansiz, tanangizga mana shu hozir bergan, ne'mat qilib berilgan tanaga e'tibor bermas ekansiz, uni sevmas ekansiz, qabul qilmas ekansiz, unga g'amxo'rlik qilmas ekansiz, buni ham javob bor. O'shuning uchun o'zimizni hurmat qilishimiz, sevishimiz bekorga emas, eslab qolinglar. Bekor ko'p gapirmayman degandek. Va albatta boshqalarni chegarasini hurmat qilishimiz kerak. Hammani o'zini chegarasi bo'lishi shart. Siz ham albatta belgilab oling. Umuman o'sha diniy yoki qaysidir falsafiy qarashlarda nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hayotda hammasi foydali, eslab qoling. Sizga kerakmi? O'shani oling, albatta ishlating. Hech qanaqa chegara yo'q, unutmanglar. Chegara faqat ongda bo'ladi. Qo'rquv, vahimada ushlab turiladi. Diniy tarafda yoki qaysidir ta'limotlarda chegarani yorib chiqing, hayotingiz o'zgarsin. Umuman o'sha karmik tugunni yechish uchun juda ham zo'r sizga hozir anaqani beraman, albatta foydali bo'lsin degan. Birinchi o'rinda bir xil muammo nega takrorlanadi kuzating va albatta o'zingizni his-tuyg'ularingizni tan oling. Tan oling. Tan olish ham mardlik, eslab qolinglar. Albatta xatolardan saboq chiqaring. Imkoni bo'lsa albatta yetkazilgan zararni qoplang, kechiring. Mana shu yer o'lchamidagi yer nima desam ekan, matrisasidagi o'yinlardan chiqib keting. Hammasi o'yin, eslab qolinglar. O'shuning uchun o'yinlar tugadi deb qo'yvaring, qutuling, minnatdorchilik bilan uziling. Va albatta o'sha zararni qoplang. Albatta kechirishni o'rganing, o'zingizni, atrofdagilarni kechiring, qo'yvaring. Bu har doim ham oqlash yoki qoralash degani emas, eslab qoling. Ko'ngil xotirjamligi karmaga chap beriladi. Har kuni ongli va ezgu yaxshi ishlar, amallar qiling. Хотя бы chat gruppaga nimadir tushunganingiz haqida yozib yuboring. Minnatdorchilik bildiring, tushunmadim yoki qanaqasidir savollaringiz bering. Bu ham sizni ongli ravishda qabul qilganingiz, yaxshi tilaklar qildingizmi, aslida siz o'zingizga beryapsiz. Menga minnatdorchilik bildirganingiz u sizga bo'lgani, eslab qoling. O'shuning uchun o'tmishni o'zgartira olmaymiz, lekin o'tmishga munosabatni, eslab qoling, nazarni o'zgartiramiz. Va albatta bu shu orqali kelajakdagi qarorlarimiz ham o'zgaradi. O'shuning uchun bu ezoterikada, ma'naviy ta'limotlarda ham, zamonaviy psixologiyada ham judayam ma'lum darajada uyg'unlashgan va albatta garmoniya balansini ushlasangiz, bugungi tanlovingiz ertaga bo'ladigan kelajakdagi orzu, xohish, maqsadlaringiz, o'ysi hayotingiz, yaqin atrofingizdagilar hayotini zo'r o'zgarishiga albatta zo'r ta'sir qiladi. Pozitiv energiyada qoling. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xo'p, savollar bo'lsa bemalol chat gruppaga yozinglar. Bugungi mavzuyimiz karmaga chap berish edi. Yana qanaqa savollar, mavzular haqida chuqurroq gapirishni xohlasangiz, albatta chat gruppaga yozinglar. Energiyaobmen bo'lganda eslab qolinglar, natija zo'r bo'ladi. Va albatta ustoz shogird kursim bor. Hamma kerak bo'lsa butun dunyoning ilm bilimini beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Mana mingdan ming roziman. Siz uchun duodaman. Duolaringizni muqaddasxona ham eslab o'ting. Siz bilan psixolog, parapsixolog, ong ostida ishlovchi mutaxassis, xalqaro coach, xalqaro gipnolog Muqaddasxon Jalilova bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.